O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi Surxondaryo viloyati filiali tashabbusi bilan davlat xaridlari elektron savdo platformasida mijozlar uchun yaratilayotgan qulayliklar va amalga oshirilayotgan o'zgarishlar mavzusida seminar tashkil etildi. Tadbirda davlat buyurtmachilari hamda tovar yetkazib beruvchi korxonalar vakillari ishtirok etdi. Dastlab shu haqida. So'nggi yillarda davlat xaridlari sohasiga katta e'tibor qaratilib, sohada korrupsion holatlarni oldini olish, unga sharoit yaratib beradigan omillarni bartaraf qilish yuzasidan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Termiz shahrida o'tkazilgan tadbirda ham ayni jihatlar aytib o'tildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasida davlat xaridlari sohasida elektron savdo platformasi ishga tushirilib, platformada davlat buyurtmachilari o'zlarining xaridlarini amalga oshirib kelayotgani, mazkur tizim davlat xaridlari shaffofligini ta'minlash va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etayotgani ta'kidlandi. Shu bilan birga, tadbir davomida elektron savdo jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilgan yangiliklar haqida ham to'xtalib o'tildi. O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi davlat xaridlari bo'yicha 2021-yildan beri operator hisoblanadi. Hozirgi kunda davlat xaridlari savdo platformamizda ishlab chiqaruvchilar, buyurtmachilar uchun keng qulayliklar yaratilmoqda. O'quv seminarimizdan ko'zlangan asosiy maqsad buyurtmachilarimiz va yetkazib beruvchilarimizga Xarid o'z portalimizda bo'lgan yangiliklarni yetkazishdan iborat bo'lib, ishlab chiqaruvchilarimizga bo'lgan qulayliklar, dasturda bo'ladigan yangiliklar, ishlab chiqargan mahsulotlarni yetkazib beruvchi sifatida buyurtmachilarga yetkazish bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Bu yangiliklar xalqimizga tez va oson, sifatli mahsulotlarni sotib olishga, korrupsion holatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 9 oyida birjaning davlat xaridlari bo'yicha xarid.uzx.uz elektron savdo tizimida o'tkazilgan savdolar natijasida viloyatda 854,8 milliard so'mlik byudjet korporativ buyurtmachilarning xaridlari amalga oshirilgan. Ta'kidlash joizki, davlat xaridlari elektron savdo platformasini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar sohadagi shaffoflikni oshirish, raqobatni kuchaytirish, byudjet mablag'laridan samarali foydalanish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.